Assalomu alaykum barchaga. Yaxshimisizlar akalar, tinchmisizlar, tinch omon yuribsizlarmi? Rossiyada birodarlarimiz, yaqinlarimiz. Ro'za oyida qiynalmay ro'zalar tutib, charchamay ishlab yuribsizlarmi? Tanjoninglar sog' salomat bo'lsin. Alloh taolo barchamizga kuch-quvvat bersin. Hop, biz bir qator yengil aviabilet narxlari bilan, senalar bilan tanishib o'tib ketdik. Moskvadan O'shga kelish mart oyiga Uralskiy avialiniyada bo'lyapti. Sabagajon prямой reys 11250 rubldan bo'lyapti. Undan tashqari Unukadan O'shga bor. Bez bagaj Pobeda aviakompaniyasida bez vazurat и bez обмен 9500 rubldan boshlanyapti. Undan tashqari O'sh Moskva bo'lyapti so'mga. O'sh Domodedo 15 kilo ручной, 5 kilo 15 kilo bagaj, 5 kilo ручной и pitaniyasi bilan Aviatrafik aviakompaniyasi. Tak. 16900 rubldan boshlanyapti ekan mart oyi. Mart va aprel oyiga eng arzon variantlari. Bunda vazurati bor va обмени bor. Undan tashqari O'sh Ekaterinburg 16300 rubldan boshlanyapti ekan. Aprel oyiga ekan bu. Aprel oyiga eng arzoni 16300 so'mdan boshlanyapti ekan. Undan tashqari O'sh Novosibir 14800 so'mdan boshlanyapti. Bu ham shu aprel oyiga. Orada jinday adashib qoldim. Kechirib qo'yasizlar. O'sh Peter bo'lyapti. O'sh Peter mart aprel oyiga bo'lyapti. 22500 so'mdan boshlanyapti. Undan tashqari O'sh Krasnoyar yo'nalishi bo'yicha aviatrafikda 18900 so'mdan boshlanyapti ekan. 15 kilo bagaj, 5 kilo ручной и pitaniyasi bilan. Undan tashqari Moskvadan O'zbekistonga bo'lyapti. Havo yo'llarida 23 kilo bagaj, 5 kilo ручной и pitaniyasi bilan mart oyiga Farg'onaga 8900 rubldan bo'lyapti. Sabagajon, pitaniya и прямой reys O'zbekiston havo yo'llari. Bez bagaj 7200 rubldan boshlanyapti mart oyiga. Moskvadan Toshkentga 9800 rubldan bo'lyapti. Bez bagaji 8000 rubl. Bu Toshkentga jinday narxlari qimmatroq. Oladiganlar bo'lsa, xudo xolasa inshaalloh bizga qayrilarasizlar, murojaat qilarasizlar. Biletlarimizni inshaalloh xudo xolasa 100% garantiya beramiz, kafolat beramiz. Ishonchli, bizga ishonsanglar bo'ladi. Bu videoda aviabilet oladigan tanishlarga jo'natib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bemalol, ishonchli. Bizning adresimiz Arvon rayoni, Tepaqo'rg'on sentrida joylashgan. Litsey maktabining oldida Hadisha Travel deb bannerimiz bor. Xizmatlar bo'lsa, kelarasizlar. Ertaman soat 9:00 dan kechki payt 17:00 gacha biz ofisdamiz, ishda bo'lamiz. Xudo xolasa inshaalloh.